Tayanch disk va tormoz sistemasini ishlab chiqarish va uni takomillashtirish bo'yicha Audi kompaniyasi dunyoda eng yuqori o'rinda turuvchi sanoqli avtokompaniyalardan biri bo'ladi. Taxminiy og'irligi 2,5 tonnaga boradigan Audi SQ8 avtomobilini sifatli nazorat qilish uchun tayanch diskaning diametri 400, qalinligi esa 38 mm bo'ladi. Albatta, sifatli tormoz sistemasiga yarashadigan 4 litrli biturbo V obrazli 8 silindrga 507 ot kuchi 770 Nm 2000 aylanmasi bilan daqiqasiga 0 dan 100 gacha to'g'ri 1 sekund, yoqilg'i xarajati esa 20 litr atrofida bo'lishi mumkin. O'rindiqlarda rombik dizayniga ega bo'lgan sportivniy balkoni premium tabiiy charma, isitish, sovutish, massaj o'rnatilgan bo'ladi. Bilmadim qaysi Xitoy avtomobilida bor, lekin Audi'ning orqa stop faralarida orqadan kelayotgan avtomobilning masofasi qisqarganida avtomatik tarzda uni ogohlantiradi va qo'shimchasiga HD Matrix LED optikalari, elektromexanический aktivniy stabilizator, orqa g'ildiraklari burilishi, Bank Olufsenning akustikasi va shunga o'xshagan va hokazo opsiyalarni gapirmasa ham bo'ladi. Bu hashamatning narxi esa bor yo'g'i 149.700 AQSh dollari bo'ladi.